Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, har bir o'zbekistonlik pensioner yoki pensiya yoshiga yaqinlashayotgan inson uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzu haqida gaplashmoqchiman. Siz pensiyangiz miqdoridan norozimisiz? Ko'p yillar davomida vijdonan mehnat qilganingizga qaramay, nafaqangiz kamdek tuyuladimi? Ayniqsa, agar sizning mehnat stajingizning katta qismi 1990-yilgacha bo'lgan davrni qamrab olgan bo'lsa, u holda bu video aynan siz uchun. Men sizga pensiyangizni sezilarli darajada oshirish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu ma'lumot har bir pensioner uchun nihoyatda muhim va u sizning moliyaviy ahvolingizni tubdan yaxshilashi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalga hozirroq obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Bu sizga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi, lekin bizga yangi foydali materiallarni tayyorlashda katta yordam beradi. Keling, muammoning ildizga bir nazar tashlaylik. Avvallari, ya'ni Sovet davrida va mustaqillikning dastlabki yillarida pensiyalar qanday hisoblangan? O'sha paytda pensiya hisob kitoblari ko'pincha ma'lum bir davrdagi o'rtacha ish haqi asosida amalga oshirilardi. Asosan eng yaxshi 5 yillik ish haqi inobatga olinib, shunga ko'ra pensiya tayinlanardi. Biroq bu hisob kitoblarda shunday bir jihat borki, unda 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish haqining haqiqiy qiymati, ya'ni uning bugungi kundagi qadri va xarid qobiliyati to'liq inobatga olinmas edi. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin iqtisodiyotda yuz bergan keskin o'zgarishlar, giperinflyatsiya va milliy valyutaga o'tish jarayonida o'sha paytdagi daromadlar bugungi pensiya hisob kitoblarida aksariyat hollarda juda past koeffitsiyentlar bilan qo'llanilgan. Bu esa ko'plab fuqarolarning pensiyalarning adolatsiz ravishda past bo'lib qolishiga sabab bo'ldi. Ko'p yillar mehnat qilgan, yirik korxonalarda rahbarlik lavozimlarida ishlagan, katta maosh olgan insonlar ham bugun o'z pensiyalarining qoniqarsiz darajada kamligidan shikoyat qiladilar. Ularning fikricha, o'sha paytdagi mehnatiga yarasha bugungi pensiya miqdori adolatli emas. Ammo hozir vaziyat butunlay boshqacha. Hukumatimiz va pensiya jamg'armasi tomonidan qabul qilingan yangi qonunchilik va islohotlar tufayli aynan 1990 yilgacha bo'lgan davrdagi mehnat stajini va ish haqini qayta hisoblash mexanizmlari joriy etildi. Endi bu davrdagi daromadlar indeksatsiya yoki valorizatsiya deb ataladigan maxsus koeffitsiyentlar orqali bugungi kunga moslashtirilib, pensiya hisob kitobiga kiritiladi. Oddiy qilib aytganda, sizning 1991 yilgacha olgan maoshingiz endi o'sha davrdagi qadriyatiga mos ravishda emas, balki bugungi iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda qayta baholanadi. Bu esa pensiyangizning miqdorini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Endi sizning o'sha davrdagi qancha ishlaganingiz va qancha maosh olganingiz pensiya hisob kitobida ancha katta o'rin tutadi. Bu o'tmishdagi mehnatingizga bugun munosib qadr berishga qaratilgan juda adolatli va muhim qadamdir. Keling, endi bu imkoniyatlardan kimlar foydalanishi kerakligi, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar uchun bu unchalik muhim emasligi haqida batafsilroq gaplashaylik. Nimalarni bilishingiz kerak? Agar sizning mehnat daftarchangizda 1991 yilning 1 yanvaridan oldingi yozuvlar mavjud bo'lsa, demak, bu mavzu aynan sizga taalluqli. Yangi qonunchilikka ko'ra pensiya hisoblashda 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish haqlari uchun maxsus ko'taruvchi koeffitsiyentlar qo'llaniladi. Bu koeffitsiyentlar o'sha davrdagi daromadning bugungi xarid qobiliyatiga yaqinroq qiymatda bog'lanishini ta'minlaydi. Kimlar uchun bu muhim? Agar sizning mehnat stajingizning asosiy qismi 1990 yilgacha bo'lgan davrga to'g'ri kelsa. Misol uchun, siz 1960 yillarda ish boshlagan va 1990 yillargacha, ya'ni 25-30 yil davomida bitta korxonada yoki bir necha tashkilotda ishlagan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta hisoblash siz uchun juda katta ahamiyatga ega. Sizning o'sha yillardagi maoshingiz, hatto raqamlarda hozirgidan kichik ko'rinsa ham, o'sha davr uchun juda katta xarid qobiliyatiga ega bo'lgan. Endi bu daromadlar to'g'ri koeffitsiyentlar bilan baholansa, pensiyangiz sezilarli darajada oshishi shubhasiz. 2. Asterisk. Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan yoki chiqqaniga ko'p bo'lmagan bo'lsangiz va sizning pensiyangiz kutilganingizdan ancha pastdek tuyulsa, ko'pincha pensiya hisob kitoblari eski usullar bo'yicha amalga oshirilgan bo'ladi. Endi sizda qayta hisoblash orqali pensiya miqdorini oshirish imkoniyati bor. Agar siz Sovet davrida yuqori lavozimlarda ishlagan yoki nisbatan yuqori maosh olgan bo'lsangiz,
Ba'zan odamlar o'sha paytda yuqori maosh olganliklarini eslashadi. Lekin pensiya miqdori bu daromadlarni aks ettirmayotgandek tuyuladi. Buning sababi aynan o'sha maoshlarning qayta baholanmasligi bo'lishi mumkin. Endi bu imkoniyat sizda bor. Keling, konkret misollar bilan tushuntiraman. Astas birinchi misol, Farida opa 1965 yildan 1910 yilgacha, ya'ni 25 yil davomida yirik zavodda muhandis bo'lib ishlagan. Uning ish haqi o'sha davr uchun ancha yuqori edi. Masalan, 1990 yillarda 2300 rubl, 1990 yildan keyin oilaviy sharoiti tufayli pastroq maoshli ishga o'tgan va yana 5 yil ishlagan. Farida opa 2010 yilda pensiyaga chiqqanida uning pensiyasi asosan so'nggi kam maoshli ishiga qarab hisoblangan yoki 1990 yilgacha bo'lgan ish haqlari juda past koeffitsient bilan o'tkazilgan. Natijada uning pensiyasi o'zining umri davomida qilgan mehnatiga noloyiqdek tuyulgan. Aytaylik, uning pensiyasi avval 20 million so'm bo'lgan. Endi yangi qonunchilik bo'yicha Farida opa o'zining 1915-1990 yillardagi 25 yillik muhandislik stajini va o'sha davrdagi ekib erlik 30 rubllik maoshini qayta hisoblashni talab qilib pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Maxsus koeffitsiyentlar qo'llanilgach, uning o'sha yillardagi maoshi bugungi kunda sezilarli darajada yuqori bo'lib chiqdi va natijada Farida opaning pensiyasi 1 million 500 ming so'mga yoki undan ham ko'proqqa oshishi mumkin. Bu pensiya miqdoridagi eg'ir-mag'itgacha bo'lgan o'sish Farida opaning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Asterisk ikkinchi misol. Akmal aka 1960 yildan 1990 yilgacha 4 yil davomida konchilik sohasida ishlagan. U og'ir mehnat sharoitlarida ishlagani sababli imtiyozli pensiya huquqiga ega edi. Ammo pensiya hisob kitobida uning 1970-1990 yillardagi konchilik maoshi o'sha davrdagi inflyatsiya va boshqa iqtisodiy o'zgarishlar tufayli to'liq baholanmagan. Akmal aka 2000 yilda pensiyaga chiqqanida uning pensiyasi o'rtacha 900 ming so'm atrofida edi. U o'zining qilgan og'ir mehnatini hisobga olgan holda bu miqdordan doim norozi bo'lib kelgan. Yangi tartibga ko'ra uning 1960-1990 yillardagi konchilikdagi yuqori maoshlari uchun qayta hisob kitob amalga oshirildi. Bu davrdagi daromadlar uchun qo'llanilgan maxsus ko'paytiruvchi koeffitsiyentlar tufayli Akmal akaning pensiyasi 1 million 300 ming so'mga oshishi mumkin. Bu ham uning moliyaviy ahvolida ancha farq yaratadi. Asterisk 3-chi misol. Gulnora xola 1970-1995 yillarda qishloq xo'jaligida, keyinroq esa tikuvchilik sexida ishlagan. Uning pensiyasi hisoblanayotganda 1991 yilgacha bo'lgan maoshlari haqida to'liq ma'lumotnomalar topilmagan. Faqat mehnat daftarchasi mavjud bo'lgan. Bunday hollarda pensiya miqdori ko'pincha o'sha davr uchun belgilangan o'rtacha ish haqi asosida hisoblanadi. Bu esa kam bo'lishi mumkin. Aytaylik, uning pensiyasi 900 ming so'm edi. Endi agar Gulnora xola o'zining 1970-1995 yillardagi stajini pensiya jamg'armasida qayta ko'rib chiqishni so'rasa, hatto maosh ma'lumotnomalari bo'lmagan taqdirda ham o'sha davrdagi uning egallagan lavozimi va hududdagi o'rtacha ish haqi koeffitsiyentlar bilan hisobga olinib, pensiyasi qayta baholanishi mumkin. Bu holatda ham Gulnora xolaning pensiyasi masalan 1 million 100 ming so'mga ko'tarilishi ehtimoli bor. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, hatto to'liq ma'lumotnomasiz ham imkoniyatlar mavjud. Kimlar tashvishlanmasligi mumkin yoki kimlar uchun bu unchalik katta farq qilmasligi mumkin. Agar sizning mehnat faoliyatingiz 1911 yildan keyin boshlangan bo'lsa, tabiiyki sizning sovet davridagi stajingiz bo'lmagan uchun bu qayta hisoblash sizga tegishli emas. 2. Astras agar sizning 1904 yilgacha bo'lgan mehnat stajingiz juda qisqa bo'lsa, masalan 1-2 yil. Bunday hollarda bu qisqa davrini qayta hisoblash umumiy pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Biroq har bir holat individual bo'lgani uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish va aniqlik kiritish ortiqchalik qilmaydi. Endi esa ushbu jarayondagi ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va uncha aniq bo'lmagan nuanslar haqida gaplashaylik. Birinchidan shuni ta'kidlashim kerakki, pensiyani qayta hisoblash har doim ham avtomatik tarzda amalga oshirilavermaydi. Ko'pgina hollarda sizning shaxsan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz va qayta hisoblashni so'rashingiz talab etiladi. Ba'zi pensionerlar yangiliklardan bexabar bo'lganliklari sababli bunday imkoniyatdan foydalanmay qolib ketishadi. Shu sababli bu videodagi ma'lumotlarni yaqinlaringizga ham ulashing.
Ikkinchidan, eng katta to'siqlardan biri bu zarur hujjatlarning yo'qolishi. Agar sizning 1990 yilgacha bo'lgan davrdagi ish haqi to'g'risidagi asl ma'lumotnomangiz spravka o zarganbotga nima qilish kerak? Bu eng ko'p uchraydigan muammolardan biridir. Asl alternativlar. Agar asl ma'lumotnoma yo'q bo'lsa, siz ish joyingizning arxiviga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'pgina eski korxonalar arxivlarni saqlaydi. Agar korxona qayta tashkil etilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi arxiv ma'lumotlariga ega bo'lishi mumkin. Agar korxona butunlay tugatilgan bo'lsa, unda shahringiz yoki tumaningizning markaziy davlat arxiviga murojaat qilishingiz kerak. U yerda sizning maoshlaringiz haqidagi ma'lumotlar saqlanishi mumkin. Mehnat daftarchasining ahamiyati yuqorida aytib o'tganimdek. Hatto maosh ma'lumotnomalari topilmasa ham, sizning mehnat daftarchangiz eng asosiy hujjat hisoblanadi. Unda ish stajingiz, lavozimingiz va ishlagan tashkilotlaringiz aniq ko'rsatiladi. Pensiya jamg'armasi xodimlari bu ma'lumotlar asosida o'sha davrdagi sizning lavozimingiz bo'yicha o'rtacha ish haqi ma'lumotlarini qo'llab, qayta hisoblashni amalga oshirishi mumkin. Bu asl ma'lumotnoma qadar foydali bo'lmasligi mumkin. Ammo baribir pensiyangizni oshirishga yordam beradi. Asosiy guvohliklar, garchi ish haqi miqdorini guvohliklar bilan tasdiqlash murakkab bo'lsa-da, ba'zi hollarda agar boshqa hech qanday hujjat topilmasa, o'sha davrda siz bilan birga ishlagan komida ikki kishining yozma guvohliklari sud orqali qabul qilinishi mumkin. Ammo bu eng oxirgi chora hisoblanadi va uning samaradorligi hujjatlarga nisbatan pastroq. Uchinchidan, eng qulay davrni tanlash. Pensiya hisoblashda ko'pincha ketma-ket istalgan 5 yillik eng yuqori ish haqi inobatga olinadi. 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish haqini qayta baholash aynan shu eng qulay davrni o'zgartirishi mumkin. Ya'ni sizning o'sha sovet davridagi ish haqingiz yangi koeffitsiyentlar bilan baholangach, sizning umumiy mehnat faoliyatingizdagi eng yuqori daromadli davr bo'lib qolishi va pensiyangizga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun barcha davrlarni diqqat bilan ko'rib chiqish juda muhim. 4-dan, turli xil koeffitsiyentlarning qo'llanilishi. E'tibor bering, 1991 yilgacha bo'lgan davr ham bir xil tarzda baholanmaydi. 1960 yillardagi ish haqi bilan 1960 yillardagi ish haqini qayta baholashda turli xil koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Chunki iqtisodiy vaziyat va inflyatsiya darajasi o'sha davrlarda ham turlicha bo'lgan. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari bu nuanslarni bilishadi va tegishli qonunchilik asosida hisob-kitobni amalga oshiradilar. 5-dan, pensiya qonunchiligi doimiy ravishda yangilanib boradi. Shuning uchun har doim eng so'nggi qonun hujjatlari va tartiblarni o'rganish, pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish muhimdir. Ba'zan yangi o'zgarishlar siz uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratishi mumkin. Va nihoyat amaliy maslahatlarimga o'tamiz. Qanday qadamlarni qo'yish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Birinchi qadam, hujjatlarni to'plash. Mehnat daftarchasi, trudovaya knijka. Bu sizning eng asosiy hujjatingiz. Unda sizning ishlagan davrlaringiz, lavozimlaringiz va ishdan bo'shash sabablari yozilgan bo'ladi. Mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'rib chiqing va 1991 yiligacha bo'lgan yozuvlarni toping. Asterisk, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Spravka o zarabotga. Agar mavjud bo'lsa, 1990 yilgacha bo'lgan davrdagi har bir ish joyidan olingan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni to'plang. Bu ma'lumotnomalarda sizning har bir oyda olgan maoshingiz aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Agar bu ma'lumotnomalar sizda bo'lmasa, yuqorida aytganimdek ish beruvchining arxiviga yoki davlat arxiviga murojaat qiling. Arxivdan olingan javob siz uchun muhim hujjat bo'ladi. Boshqa tasdiqlovchi hujjatlar. Agar qo'shimcha hujjatlaringiz bo'lsa, masalan, ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish haqidagi buyruqlarning nusxalari, diplomlar, mukofotlar va AGX ularni ham tayyorlab qo'ying. Ba'zan ular stajni tasdiqlashda yordam beradi. Asosiy ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng siz o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Bu joyda sizga bepul maslahatlar beriladi va arzangiz qabul qilinadi. Asosiy 3-qadam, nimalarni so'rashingiz kerak? Pensiya jamg'armasiga borganingizda xodimga o'zingizning 1991 yilgacha bo'lgan ish stajingizni inobatga olgan holda pensiyangizni qayta hisoblashni so'rab murojaat qilishingizni bildiring. Aynan shu davrdagi daromadlar uchun amalga oshiriladigan
valorizatsiya yoki indeksatsiya jarayonini qo'llashlarini so'rang. Sizning maqsadingiz o'tmishdagi mehnat stajingizning bugungi pensiya hisob kitobidagi bahosini maksimal darajada oshirishdir. Asterisk 4-qadam arizani to'g'ri yozish. Asterisk siz pensiya jamg'armasiga rasmiy ariza bilan murojaat qilishingiz shart. Arizada quyidagilar aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Sizning FIH pasport ma'lumotlaringiz va yashash manzilingiz, pensiya guvohnomangiz raqami, sizning murojaatingiz sababi 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi mehnat stajim va ish haqimni inobatga olgan holda pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Ushbu davrdagi daromadlar uchun amaldagi qonunchilikda ko'zda tutilgan indeksatsiya, valorizatsiya koeffitsiyentlarini qo'llagan holda ilovalar ro'yxati, arizaga biriktirilayotgan barcha hujjatlar, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxivdan olingan hujjatlar va boshqalar ro'yxatini keltiring. Sana va imzo. Arizaning 2 ta nusxasini tayyorlang. Bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimiga topshiring. Ikkinchi nusxasiga esa qabul qilinganligi to'g'risida sana imzo va shtamp qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning murojaatingiz tasdig'i bo'ladi. Asq 5-qadam jarayonni kuzatish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng shunchaki kutib o'tirmang. Pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ma'lum bir muddatda ko'rib chiqishi shart. Odatda 10-11 ish kuni. Agar bu muddatda siz bilan bog'lanishmasa, o'zingiz murojaat qiling va arizangizning holati haqida so'rang. Barcha hujjatlarning nusxalarini o'zingizda saqlang, ularni yo'qotmang. Asterisk muhim eslatma. Asterisk pensiya jamg'armasining maslahatlari va qayta hisoblash xizmatlari bepul amalga oshiriladi. Hech qachon kimdir sizdan pensiyangizni oshirishga yordam beraman deb pul so'rasa, unga ishonmang. Faqatgina rasmiy pensiya jamg'armasi xodimlari bilan muloqot qiling. Agar qonuniy maslahat kerak bo'lsa, ishonchli yuristlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ammo pensiya miqdorini qayta hisoblash jarayoni pensiya jamg'armasining bevosita vakolatiga kiradi. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, sizning 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi mehnatingiz bugungi pensiya miqdorida munosib aks etmagan bo'lsa, uni oshirish uchun noyob imkoniyat mavjud. Bu sizning o'tmishdagi mehnatingizga bo'lgan hurmat va adolatli munosabatni ta'minlashga qaratilgan juda muhim qadamdir. Hujjatlaringizni to'plang, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va o'z huquqlaringizdan foydalaning. O'zingizning pensiyangizni oshirish orqali hayotingizni yanada farovon qilishingiz mumkin. Umid qilamanki, ushbu batafsil ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Fikrlaringizni izohlarda yozing. Agar savollaringiz bo'lsa, ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham sizga foydali ma'lumotlar berishda davom etamiz. Sog' va salomat bo'ling.